O'zbekistonda soliq tizimi so'nggi yillarda tubdan islohot qilinmoqda. Bilamizki, soliqlar deyilganda soliq kodeksida belgilangan O'zbekiston Respublikasining davlat budjetiga yoki davlat maqsadli jamg'armasiga to'lanadigan majburiy beg'araz to'lov tushuniladi. Soliqlar davlatning moliyaviy resurslari va yillik budjetini shakllantirishning asosiy manbasi hisoblanadi. Davlatning asosiy funksiyalari ta'lim, tibbiyot, mudofaa, jamoat tartibini ta'minlash, davlat apparatini ta'minlash yig'ilgan soliqlar hisobiga bajariladi. Xabaringiz bor, bugungi kunda O'zbekistonda tamaki mahsulotlarini noqonuniy sotilayotgani, davlat budjeti esa buning oqibatida juda katta miqdorda soliq tushumlaridan mahrum bo'layotgani haqida ma'lumotlarga egamiz. Bu shuni anglatadiki, bu yo'qotishlarga oid raqamlar hanuz yuqori, ko'rilayotgan choralar esa ish berayotgan bo'lsa-da hali ham yetarli emas. Aksariyat hollarda tamaki mahsulotlari sigaretlar qo'ldan sotib olinadi. Aksiz markasi sigaret savdosi jinoyat bo'lishiga qaramasdan, qonunga xilof ravishda savdo qilayotgan ayrim uddavron tadbirkorlar hali ham topiladi. Ushbu holatlarni oldini olishga qaratilgan targ'ibot tadbiri Namangan viloyatida O'zbekiston Respublikasi soliq qo'mitasi Namangan viloyati soliq boshqarmasi tomonidan tashkil etildi. Shahardagi istirohat bog'lari, savdo majmualari, umuman aholi gavjum manzillarda fuqarolarga maxsus flayerlar tarqatilib, ularga aksiz markasiz tamaki mahsulotlar savdosining guvohi bo'lganda qanday yo'l tutish kerakligi haqida ma'lumotlar berildi. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan hamkorlikda har haftada va har oyda tadbirlar o'tkazib boramiz. Bozorlarda ham, hududlarda o'tkazib boramiz. Namangan viloyati va Namangan shahri. O'tkazilgan tadbirlarda noqonuniy ravishda faoliyat bilan shug'ullanayotganlar tadbirkorlarni davlat ro'yxatidan o'tkazishga yordam beradi. Ma'lumot o'rnida aytishimiz mumkinki, endilikda siz supermarket va do'konlarga kirganingizda aksiz markasi mavjud bo'lmagan, yaroqlilik muddati o'tgan sifatsiz mahsulotning sotilganligini, chek bermaslik, plastik karta qabul qilmaslik kabi holatlarning guvohi bo'lsangiz, Soliq.uz mobil ilovasini yuklab olib ro'yxatdan o'tasiz. Ilovadan soliq hamkori tugmasini bosasiz. Soliq buzilishlari turi qismida noqonuniy tadbirkorlik faoliyatini tanlab kerakli axborotlarni taqdim etasiz. Axborotlarni foto va video tarzda ham jo'natishingiz mumkin bo'ladi. Eng muhimi, mazkur platforma orqali jismoniy shaxslar nafaqat huquqbuzarliklardan soliq idoralarini xabardor qilishi, balki buning uchun huquqbuzarlardan undirilgan jarimaning 20% ni mukofot tariqasida olishi mumkin. Hozir fuqarolarimiz bilan suhbat qilmoqdamiz. Ko'plab fuqarolarimiz unday savodga ega emasligini ko'ryapmiz. Ularga to'g'ri tushunchalar berib, albatta noqonuniy, faqat noqonuniy tovarlar iqtisodga ham zarar beradi. O'shaning uchun iqtisodimizga ham zarar berib, ularni tushuntirib, qanday oqibatlarga olib kelishini aytyapmiz. Ular o'zida ko'nikma hosil qilib, albatta to'g'ri xulosaga kelishdi ko'plab fuqarolarimiz. Noqonuniy tamaki savdo sotishga meni juda ham qarshiman. Chunki bu inson hayoti uchun ham zararli. Shu umrni qisqartirishga ham olib keladi, даже o'limga ham olib keladi. Soliqlarni to'lash majburiyligi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 51-moddasida asoslangan. Har bir shaxs soliq kodeksida belgilangan soliqlar va undan nazarda tutilgan yig'imlarni to'lashi shart. Hech kimga soliq kodeksida nazarda tutilmagan yoxud uning normalarini buzilgan holda belgilangan soliqlar va yig'imlarni to'lash majburiyati yuklatilishi mumkin emasligi belgilangan. Noqonuniy noxush holatlarga deyarli har kuni har bir fuqaro duch kelishi mumkin. Shu sababli na mamlakatga va na sizga foyda olib kelmaydigan noqonuniy savdoga qarshi har kim kurashishi kerak. Hasanboy Ibrohimov, Abdurashid Mo'minov, Ruxsor News dasturi uchun maxsus.